Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz, ya'ni o'sha biz o'tgan safar yasagan borderimiz ichiga kartlar yasashni o'rganamiz. Xo'sh, mana bu joyga kelamiz. Div ochaman. Class men ichidagi kart deyman 1. So'ng olaman. Vis qilaman 250 piksel. Va border qilaman 1 piksel. Solid white qilaman. Ishlatsam mana bu juda katta bo'lib chiqdi. Bu yoqlarga ham chiqib ketdi. Bu yerda ozgincha xatolik yuz berdi. Xo'sh. Padding top 12 piksel. Chiqsam, ya'ni padding top berdim, ya'ni border ichiga kartni ichidagi narsa ketyapti. Ya'ni mana buni ichiga berilishi kerak bo'lgan narsa. Xo'sh. Kart ichidan kart. Endi buni ko'paytiradigan bo'lsak, ikkita kartimiz chiqib qolar ekan. Xo'p. Bo'ldi. Biz kartimiz yasashda davom ettiraveramiz. U nima emas, qiyin emas. Buni to'g'rilab olamiz, keyin oxirida где-то 200 bo'lsa 300 piksel berib qo'yaman. Mana. Kartim hozir bu mana pastga tushib ketdi. Buni joyiga qaytarib qo'yish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Undan keyin buni sal pastroqqa tushirishim kerak. Eng avvalo buni pastroqqa tushiraman. Padding top 12 piksel. Bu ichkaridan so'rab yuboryapti. Bu xato, mutlaqo. Men tashqaridan margin chiziqcha top berishim kerak, tashqaridan turib yuborish kerak. Mana. O'rtaga surdim. Yetadi. Menimcha yetadi. 66. Margin top 66. Mana bu border piksel bo'ladi. Mana undan keyin background color bo'ladi, white bo'ladi. Mana white qildik, ya'ni oq fon chiqdi. Ya'ni kartimiz chiqdi. Va mana bu narsa esa pastga tushib ketib qoldi. Bu narsani to'g'rilab qo'yamiz. Bu narsani ustiga bosib, mana buni tepaga ko'tarib qo'yaman. Mana 106. Mana bu yerga kelamanda 106 piksel berib qo'yaman. Bersam mana chiqdi. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz ikkinchi kartni yaratib olamiz. Nom bilan ikkinchi kart, uchinchi kart, 3 ta kart. Mana 3 ta kartimiz o'zi paydo bo'ldi. Endi kartlarni bitta chiziqqa olib kelishimiz uchun olib kelamiz. Точка display main. Xo'sh. Main kart bo'lib qopti. Bu 1 qilaman, 2 qilaman. CSS ga o'taman. Main kart ikkinchiga display flex berib yuboraman. Xo'p, bu yerda hozir xato chiqayotgani sababli mana anayt bersam mana chiqdi. Ableyni bersam chiqdi. Justify content content center beraman. Va margin chiziqcha left 20 piksel berib qo'yaman. Ableyni bersam mana ma'lumotlarim chiqib keldi. Endi 20 emas, где-то 50 pikseldan beraman. Sal kattaroq bo'lib chiqadi, ya'ni ma'lumotlarim chiqib keldi. Ya'ni biz yasagan, o'zimiz qo'ldan yasagan, ya'ni rasmli qilib yasagan kartimizni ichiga, ya'ni borderimiz ichiga 3 ta kartni joylashtirdik. Ya'ni bu qanaqa tartibda ko'rinishini ko'rdingizlar, ya'ni hamma narsa divlarni, ya'ni ota div, bola div, ya'ni ketma-ketlikda, ya'ni divlarni ichiga terilib ketaveradi, ya'ni ketma-ket shaklda yasab ketaverasizlar. Bugun darsim shulardan iborat. Kelgusi darsda ko'rishguncha xayr.